Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va talabalar. Ekvivalentlar mavzusini o'tgan edik. Bugun endi shuni masalalarni ko'rib chiqamiz o'sha mavzuga doir. Mana yuqorida birinchi masalamiz berilgan. Xo'p. Yuqoridagi slaydga qaytdik. 11,2 gram metal kislorodda to'liq yondirilganda ushbu metalning oksidi hosil bo'lgan ekan. Biz bu tenglamani yoza olmaymiz, sababi metalning valenligini bilmaymiz. Faqat 12,8 gram oksid 11,2 gram metalning o'zaro ta'sirlashidan kelib chiqqan ekan. Agar ushbu 12,8 gramdan dastlabki 11,2 gram metalni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 1,6 gram kislorod reaksiyaga kirishganligi ma'lum bo'ladi. Demak, 1,6 gram kislorod bilan 11,2 gram noma'lum metal ta'sirlashgan bo'lsa, kislorodning ekvivalent massasi 8 gram taqsim 2V. U bilan qancha desak, x barobar 56 gram taqsim 2V kelib chiqadi. Ana endi biz ushbu metalning molyar massasini topmoqchi bo'lsak, molyar massani topish uchun ekvivalent massani metalning ekvivalentligiga ko'paytirilar edi. Xo'p, metalning ekvivalent massasi 56 gram taqsim 2V kelib chiqdi bizda ekvivalent massasi. Mana bu. Uni ekvivalentligini bilmaymiz. 2V mol deb ko'rsak, unda 56 gram taqsim mol chiqadi. Ko'pchilik adashadi, metal temir deb. Xato. Sababi temir bir valentli bo'la olmaydi. Bu temir emas. Temir kislorod bilan bir valentli bo'la olmaydi. Ana endi ekvivalent massasi 56 gram taqsim 2V ni 2 ekvivalentligi 2V taqsim mol deb taxmin qilsak, unda ko'paytirsak 112 gram taqsim mol chiqadi. Bu kadmiy bo'lgan. Metal kadmiy. Reaksiya tenglamasini yozib qo'ysak, kadmiy plus kislorod barobar kadmiy oksidi 2. Keyingi slaydimizga o'tamiz. Keyingi slaydimizda 28,4 gram oksidni olish uchun 11 litr kislorod sarflangan elementni toping. Demak, qandaydir element kislorod bilan ta'sirlashganda shu elementning oksidi hosil bo'lgan. Yana yuqorida aytdim, valentligini bilmaganligimiz uchun reaksiya tenglamasini yoza olmaymiz. Shuni taxminan x, y qo'yib qo'ydim koeffitsientlariga. Faqat bitta narsa ma'lum, 11,2 litr kislorod reaksiyaga kirishganda 28,4 gram oksid olingan ekan. Bu 11,2 litr kislorodning o'rniga kislorodning massasini qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. 16 gram kislorod ta'sirlashganda 28,4 gram kislorod olingan ekan. Unday bo'lsa 16 dan 28,4 dan 16 ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 12,4 gram element 16 gram kislorod bilan ta'sirlashganligi ma'lum bo'ladi. 28,4 dan 16 ni ayirib tashlasak, 12,4 gram element 16 gram kislorod bilan ta'sirlashgan. 8 bilan x barobar 6,2 gram taqsim 2V kelib chiqadi. Xuddi yuqoridagidek uni 1,2V mol ekvivalentligini 1,2V mol desak 6,2 chiqadi. Unaqa element yo'q. Birdaniga 5 ga ko'paytirganimizda 6,2 ko'paytirilgan 5 barobar 31 chiqadi. Bu fosfor bo'ladi. Demak, reaksiya tenglamasini o'zingiz yozasiz.
6 gram metal kislotidan 4,48 litr vodorod ajralgan bo'lsa, metalni toping. 3,6 gram metal 4,48 litr vodorodni ajratgan ekan. Men vodorodning ekvivalent massasi 1 gram 2 v yoki 11,2 litr taqsim 2 v. Ushbu masalada litr berilganligi uchun men vodorodni 1 gram 2 v sining o'rniga 11,2 litr taqsim 2 v sini qo'yib ketaman. X barobar unda 9 chiqadi. Ko'paytiramiz 1 ga, 2 ga, 3 ga ko'paytirganimizda 27 gram taqsim mol chiqadi. Bu alyuminiy bo'lgan. Keyingi masalamizga o'tamiz. 4-masalamiz. 1608 gram metal. Metal plus sulfat kislota bilan ta'sirlashib metal sulfat tuzini hosil qilyapti hamda vodorod ajralyapti. Reaksiyamiz chala. Bu ekvivalentli metalning reaksiyasini beryapti, ammo biz ekvivalentli ekanligini bilmaymiz. 16,8 gram 45,6 gram tuz. Agar biz metalning massasini, berilgan massasini uni ekvivalent massasiga bo'lib tashlasak, metalning reaksiyaga kirishgan ekvisi, ya'ni ekvivalent moli kelib chiqadi. Metalning ekvivalent massasini E deb belgilayman va massani ekvivalent massaga bo'lib tashlasam, kelib chiqadigan 2 v mol. Bu yerda 2 v mol kelib chiqadi. Mana bu yerda ham berilgan massani ushbu metal tuzining ekvivalent massasi E plus 48 deb belgilayman. E plus 48. Esotorda 96 ni 2 ga valent bo'lgani uchun 96 ni 2 ga bo'lib tashlasa 48. E plus 48 demak tuzning ekvivalent massasi. Ana bunaqa ekvivalent massasi. Massasini ekvivalent massasiga bo'lib tashlasam 2 v mol kelib chiqadi. Va ekvivalentlar qonunida reaksiyaga kirishayotgan moddalarning hammasining 2 v moli proporsional bo'ladi degan qonunga binoan, demak, ushbu ikkita ifoda bir-biriga teng. Demak, 16,8 taqsim E barobar 45,6 taqsim E plus 48. Bu tenglamani soddalashtirib ishlaydigan bo'lsak, E barobar 28 kelib chiqadi. Ko'paytiramiz 2 ga barobar 56 temir. Va 5-masalamiz ham yuqoridagi 4-masalamizga o'xshaydi. Noma'lum metal sulfat, nitrat. Noma'lum metal sulfat bilan ta'sirlashdi. E'tibor qarating, metal va M. Va unda yangi metal sulfat hosil bo'ldi. Yangi metal sulfat cho'kmaga tushdi va yangi metal nitrat hosil bo'ldi. Bizda buni massasi 6,62 gram. 3,48 gram va 6,06 gram. Ikkita bir xil metal ishtirok etganlarni olib, massasini ekvivalent massasiga bo'lib tashlasam, metal plus 62 tuzni ekvivalenti deb belgiladim. Metal plus 62. Va ana buni metal plus 48 deb belgiladim. Bilamizki, massani ekvivalent massaga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 2 v mol kelib chiqadi. Bu yerda ham massani ekvivalent massaga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, 2 v mol, ikkala 2 v mol bir-biriga teng. Demak, men bemalol ushbu ifodani olishim mumkin. 6,62 taqsim metal plus 62 barobar 6,06 taqsim metal plus 48. Bu tenglamani ishlab kelsak, metal barobar 103,5 kelib chiqadi. Ekvivalenti kelib chiqdi, ekvivalenti.
Biz ekvivalent massa qo'ydik mana bu yerga. Mana bu yerga ham ekvivalent massa qo'yganmiz. Demak, metalning ekvivalent massasi kelib chiqdi. Uni 1 ga ko'paytirsak yo'q, 2 ga ko'paytirsak 207 qo'rg'oshin. Demak, qo'rg'oshin nitrat tuzi bo'lgan. Ekvivalentlisi. Plus. Endi xuddi shunday ushbu metalni ham topamiz. 3,48 taqsim metal plus 48 izotorli ekvivalenti barobar. Buni massasi qancha? Buni massasi Lomonosov-Lavoisiy massani saqlanish qonuni. Xo'p, 3,48 ga qo'shib olamiz 6,62 ni 10,1 gram va undan 6,06 ni ayirib tashlasak 4 gram, demak 4,04 gram metal nitrat hosil bo'lgan ekan. 4,04 taqsim ekvivalent massasini metal plus 62 deb belgilayman va ushbu proporsiya orqali ishlaydigan bo'lsak, metal ekvivalenti barobar 39 kelib chiqadi. 1 ga ko'paytirsak bu kaliy metali. Demak, reaksiyamiz qo'rg'oshin nitrat plus kaliy sulfat, qo'rg'oshin sulfat cho'kma bo'lgan va kaliy nitrat tuzi hosil bo'lgan. Ushbu reaksiya tenglamaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.